Mani tashkil ko'rinishimga to'g'ri kelmaydigan faktlar. Mani samootsyankam baland emas, хотя hamma o'ylayapti, что mani samootsyankam baland. Kichkinaligimda komplekslarim ko'p bo'lgan, ya'ni ingichkalab va qiyish o'tishlar. O'shuning uchun katta bo'lganim uchun men birdan labimni qildirdim va tishimni o'zgartirdim. Men o'zimni semiz deb hisoblayman, o'shuning uchun katta bo'lganimdan keyin operatsiya qildirmoqchiman. Men qarishdan qo'rqaman, o'shuning uchun уже hozirdan terimga uhod qilaman. Bugun bizlarda obzorimizdan L'Oreal Parijdan Revitalift lineykasi. Sivorotka va kunduzgi krem и kechqurungi krem. Bu sivorotkaning ichida gialuronoviy kislota va peptidi degan narsalar bor. Ular kichkina mashinkalar bilan kurashadi. Wow! Bilasizlarmi, makiyaj ko'p qilmayman, lekin bu sivorotka va kremni siz makiyajni tagiga surtsangiz ham bo'ladi, ya'ni baza qilsangiz bo'ladi. Haqiqiy lifting effekt va glow skin. O'shuning uchun har doim qarishni oldin o'ylash kerak. Men o'ylayapman.